Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalar obdan turibsizlarmi? Barcha do'stlarimizning teniga saqliq qilayotgan har bir ishlarga utuq va barakatlarni tilab, bugungi ovozli sunumni ko'ngil aramingizga sunmoqchiman. Bugun davomli turda do'stlarimizning ko'ngil aramiga psixologiya fanlari doktori, to'y turmushi mutaxassisi Sonjayi apandimning baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik darsininki 7 soatlik darsini diqqatingizga sunmoqchiman. Yoqtirib anglaysizlar. Baxtlik to'y turmushi bilimlari 7-dars. Talog'i qarab kelishning orqadagi haqiqiy ahvol. Erlar nima uchun asalla talog'i qarab qoladi? Erlarningki bir jinis bo'lish sifati bilan uning belgilik jinsiy istakning bo'lishi bu nihoyat tabiiy ahvol. Erlar talog'i qarab kelishni to'y turmushiga osilik qilganlik deb qaramaydi. Aksincha, talog'i qarab kelishni to'y turmushiningki to'liqlamasi deb qaraydi. Erlarning yo'ldan chiqishi ayoliga yoki to'yiga bo'lgan norozilikdan bo'lishini atayin. Ko'pincha vaqt odatda ayoli to'y turmushi oilasi bilan hech qanday munosabati bo'lmaydi. Bu butunlay o'zining ehtiyoji. Bu mutlaq ko'p sondagi erlarning talog'i qarshidagi haqiqiy sabab. Nurg'un ayollar erininki talog'i qarab qolganligidan xabar topgandan keyin o'xshash bir savolni o'tirib qo'yishadi. Siz ashu mehnat ishlarni qilgan vaqtingizda ayolingiz, oilangizdagilar, balangizni o'ylamabsiz? To'g'ri dedingiz. Erlar topdan chiqqan vaqtda haqiqatan o'ylamaydi. Faqat qanday qilib xushal bo'la olsa, shunday qiladi. Boshqa ishlarni o'ylashib ketmaydi. Ko'nlarning qahramonning sahibchamonlar o'tkildan o'tmagi tas deydigan gapi bor. Men bunda qarashni inkor qilish pozitsiyasida bo'laman. Menimcha malla emas, haqqoniyat tuyg'usi bor erlarning hammasi bu qarashni e'tirof qilmaydi. Ayollar to'g'risida so'zlab o'tirishning texnik hojati yo'q. Bir er kishi agar bir sahibchamonni ko'ribla uning ko'ngli tushib qolsa, o'tkaldan o'tanmay, qandaqmi qahramon bo'g'ilib bo'lsin. Eng ko'p bo'lgandimi mushkey hisoblandi. Reallik bizga yana so'g'uqli shuni bildirdiki, go'zallar o'tkaldan o'tanmaydigan erlar haqiqatan nayt ko'p. Yuqorida amaldor Yesil zodlardan tatib tövəndə oddiy puxralargacha, qadimdan tatib hozirgacha mushundaq mushk eyiqlar orqa-orqadan maydonga keldi. Amerikalik jinsiyat ilmi mutaxassisi John Money mundaq bir tajriba yapgan. Bu tajribaning tekshirish natijasida ko'rsatilishicha 92% erlarda to'y turmushidan sirt bir qism napak aloqa qilish tarixi bo'lgan. Lekin to'y turmushdan sirt munosabat o'tkazgan ayollarning nisbati 20% ga yetmagan. U o'zininki tekshirishningki ancha to'g'ri emasligini, erlarningki taloq qarab qilish nisbatininki texmi yuqori bo'lganligini, ba'zi erlarningki rost gap qilmaydiganligini, lekin ayollarning taloqqa qarab qilish nisbatining shuncha ko'p bo'lib ketishi notayin. Men John Moneyning ko'z qarashiga qo'shilaman. To'ydan burungi erlarningki to'y turmushidan sirtqi jinsiy kechirmishi bo'lish bo'lmasligi muhim emas, lekin to'y qilgan hamon erlarning qalbi bilan jinsiyatini ayoli bilan saqlashi uncha oson emas. Erlar to'y turmushdan sirt bo'lgan jinsiy qilmishni faqat o'zininki fiziologik ehtiyojini qondirish uchun deb qaraydi. Xuddi aroq ichish, tamoq yeyishdek oddiy, hargizmi hissiyotga bo'lgan vafosizlik deb qaramaydi. Bir doktor bo'lib, u shug'ullanayotgan sohada xeyli nomi bor. Lekin bu doktorninki cherik shaxsiy turmushi azaldan to'xtab qolmabdi. Uning aytishicha, u oliy maktabga chiqqandan boshlabla doim sirtga chiqib, yotoq ichib bu orqali o'zininki o'g'inish besimini azaytgan. Keyin u nihoyat chiroyli bir ayolni topgan. Lekin yanada sirtda o'g'ri mushkdek o'zining burunqi satqiliqlarini to'xtatmagan. Uning deyishicha, nurg'un erlar uning turmushiga havas qildi ekan. Faqat uningdek iqtisodiy sharoiti yo'q ekan. Haqiqatan uning aytgandek erlarda shahvoniylikdan xoli odam yo'q. Faqat shahvatni qanoatlantiradigan dasmoya yoki shart sharoit yo'q. Puli qancha ko'p bo'lsa shuncha muvaffaqiyat qozongan erlarda shaxsiy turmush jihatda shuncha oson masala ko'rildi. Bu munozara talab qilmaydigan paket. Erlar yetarli shart yoki dasmoyaga ega bo'lgandan keyin o'zininki yo'ldan chiqmasligini cheklay olishi nihoyatda qiyin bir ish. Agar kuchli tuzum yoki qonun yoki bo'lmasa adab axloq eni uni cheklab tursa, bu boshqa gap. Amaliyotda shunday pishib bitilgan qonun tuzum intizomlar bo'lgan taqdirdami, hamon ba'zilar uni bir taraf qilishni o'ylaydi.
yoki bo'lmasa atrofidagi tonish bo'lish do'st yoralarininki ozdirishga uchraydi. Uning bilan yaqin munosabat tutadigan do'stlari uningga hozir sening puling va qo'lingni naga sunsam shu yerga yetadi. Yuz obro'yingmi xeli bor. Sepib vaqishqasi yetib bir odamsan. Nima bo'pti? Sirtdanchi muncha boshqa ayollar bilan ko'ngil açsan degandek qaymoqtirishlarga uchrab ketish ehtimolini aytdim. Endi ba'zi bir qism axloq fazilat jihatdan mukammal erlarninki o'zini cheklab tura olishi yana mumkin. Ularninki kichigina o'sib yetilgan oila tarbiyasi, ota-onasiniki yaxshi tarbiyasi asosida cho'ng bo'lgan bo'lsa, har jihatdan o'zini aytib mukammal takomillashtirib mangan bo'lsa, bu ozdirishlarni o'zini hep qachalaydi. Erlar sirtlarda ayollarni izlashni eng ko'p bo'lganda axloqsizlik deb qaraydi. Ularning nazarida ijtimoiy asosiy mizon hech narsaga arzimaydi. Dal shunday bo'lg'achqa, texmi ko'p er kishilar qonun va qoida usullarga parvo qilmay nurg'unlagan nachar illatlarni sodir qilib qo'ydi. Ko'p sondagi ayollar erlarninki yaxshi oilasi bilan ko'rinmay to'y sirtidagi g'idi qilinishni tanlaganligini tushunmaydi. Bo'libmi ularninki xotini bo'lgan ayollar texmi hayron qoladi. O'zibek munavvar fiziologiya jihatdan masala yo'q. Nimishqa o'zining eri cho'qim boshqa ayolni istamasi bo'lmaydi. O'zi erini razı qilinmamdi yoki o'zi bir ishni xato qildi. Men bu o'zidan gumonlanib qolgan ayollarga mas'uliyatchanlik bilan shuni ayta olamanki, sizlar har qancha munavvar, har qancha chiroyli, mijoz xulqin va har qancha yaxshi, har qancha oq ko'ngil bo'lsanglarmi, ularning yo'ldan chiqish qizg'inligini to'sib qololmaysizlar. Chunki erlarniki talog'i qarshi bilan ayolning qilchi munosabati yo'q. Albatta biz ayolninki sababidan eriniki taloq qarab qilishni keltirib chiqargan bunday ishlarninki mavjudligini ham inkor qilmaymiz. Faqat bu nisbatli kichik. Erlarninki taloq qarab qilishi umumiy sonninki 1%ga yetmaydi. Ba'zilar taloq qarab qolgan erlarni nadimi bazimaydigan mushuk bo'lsin yoki nadi qo'y yemaydigan bo'ri bo'lsin deb sifatlaydi. Ro'shanki bunda qarash ancha aktiv emas, ammo asossiz emas. Ba'zi yemaslik bilan bo'rininki qo'y yemasligining sababi ularning tabiatida emas, balki sharoit yor bermagashga. Ular ehtiyojli bo'lgan sharoit pishib yetilsalar, mushuk bilan bo'ri cho'qim baziydi va qo'ynini yeydi. Shuncha ko'p so'zlab ayollarni erlardan umsizlantirib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. To'y turmushiga bo'lgan ishonch qanday lekin fikrini o'zgartirib qo'yganda ayollar faqat to'lib tashqan ishonch bilanlar erlarniki taloq qarab qilish qilmishlarining oldini olish yoki mush to'g'risida bir qism tadbirlarni o'ylashib ko'rsa bo'lmaydi. Bunday bo'lmaganda oxirida ziyonkashlik uchraydigan bo'lsa, yanada ayollar, ko'p sondagi ayollar erininki taloq qarab qilish qilmishlariga taqobil turolmaydi. Ba'zilari hatto umidsizlandi. Muhabbat, kishilik hayotga bo'lgan ishonchni butunlay yo'q deb azob ichiga g'arq bo'ladi. Shuning uchun ayollar cho'qim erlarninki nachar odatini bilish, ularninki jinsiy mohiyatini tushunish lozim. Bu shunday qilganda ondan erlarninki to'y turmushidan sirt o'ynash masalasini hal qilib bo'ladi. Bunday ishlar bilan ularni biroqla tugashtirib o'tmaydi. Albatta hal qilish usuli keyingi bobda tafsili tunishtirildi. Bu masalah emas, lekin oldingi shart o'zini bilish. Erlarninki taloq qarab qilish psixikasini tushunmay taloq qarab qolgan erlar bilan fikr almashtirishga amalsiz kelib, uning oldin xaltasiga tushib, qayta ziyonkashlikka uchrashdan saqlanish lozim. Hamda so'zlab mushakaga vaqtda taloq qarab qolgan erlarninki qo'liga tushib qolgan to'y turmushi sirtdagi ayollarni ogohlantirib qo'yaylik. Amaliyotda ular eng ko'p oldinib eng cho'nqur ziyonkashlikka uchraydi. Amaliyotda sizlar taloq qarab qolgan erlar rost gap qilmadinglar. Ular xotini va oilasiga bir xil gap qiladi, sizga yana bir xil gap qiladi. Maqsad har ikki tarafdan voz kechmaslik. Ammo ilojsiz qolganda ular mashinani tozalab, sho'prini qo'g'daydi. Ular cho'qim o'z oilasini saqlab qolish lozim. To'y sirtidagi ayollar, sizlar eng oxirida nimaga erisha oladiganliklarini o'ylab beqinglar. Tegit tahdidin aytganda, bu bir qator ofatni keltirib chiqaruvchi dal mushu yo'ldan chiqqan navbatda 80% to'y turmushi oilasidagi balo qazoning hammasi erlarniki taloq qarab qilishdan kelib chiqyapti. Xo'sh, shunda xos abaytin bir erlar to'g'risida xeyli g'aybat qilib qo'ydik.
erlarninki mayitini hisobda tegi taktidan ichib tashlagan bo'ldik. Mundaq bo'lsa, erlarninki mushu taloq qarab kelishni qandoq to'sish lozim? Ondaqda biz qandoq qilganda erlarninki taloq qarab kelishni to'sa olamiz. Hamda ishimizki, ayollar eng ko'ngil bo'ladigan masala dal mushu. Qandoq qilganda mushu yo'ldashimniki taloq qarab kelishni to'sa olaman. Mushu masalani ayollar bakrak o'ylashadi. Bo'libmi mushu 30 yoshdan oshgandan keyin, to'y qilib mushu 30 dan oshgandan keyin ayollar bakrak ko'ngil bo'ladigan masala dal mushu nuqtaga markazlashib qoladi. Bu mu o'xshashli intayin muhim tema. Meningcha erlarga bu jihatdagi bilimlarni o'rgatish, o'zininki shahvat parazligini boshqarishning chorasini egallash, oshni tutishdan yiroq turishi, to'y turmushi va oilasini yaxshi qo'g'dishi lozim. Erlarninki to'y qilgandan keyin o'lash psixikasi bo'ladi. Undaqda ular qandoq qilganda bu xil psixikani yengalaydi. Konkret usulni so'zlashdan burun ko'pchilikka bir bilimni umumlashtirib o'tay. Buni do'stlar cho'qim yaxshi anglashi lozim. Ko'pchilik beqinish kesili degan bu so'zni anglagan bo'ldi. Biz doim deydigan spirtga, doriga, zaharga tayanib bilish degandek. Beqinish kesili shakllanib qolsa, tashlash nihoyatda tas. Amaliyotda talog'iga qarab kelishimi bir xil beqinish bo'lib, biz uni to'y turmushdan sirt beqinish deb ataymiz. Hamda taloq qarab qelish nima uchun odamga beqinishni paydo qilib qo'ydi? Chunki taloqqa qarab qelish odamga olib keladigan xo'shallik odamga beqinishni paydo qiladi. Odamning bu xil shodlikqa qarshi turishi nihoyatda tas. Bu xil xo'shallik bir qadamdan odamni bir hangga boshlaydi. Shunlashqa taloqqa qarab qelish masalasini hal qilishniki oshquchi birinchi qitim to'sishda. Bu bir tub asos. Tunji qitim yuz berganda yomon yo'ldan qayturdida va to'y turmushdan sirt tutgan oshni munosabatini tunji qitimdala to'xtatib qo'yg'ili bo'ladi. Bu eng unumli usul. Konkret 3 bosqichga bo'lindi. Birinchi qadam, birinchi bosqich, yo'shirin ongni qo'zg'atish. Erlar bo'libmi to'y qilgan erlar bir alayda sorunda o'zininki yuragini titirtadigan sahib jamolarga yo'liqib qolsa, yot bir jinsga yo'liqib qolsa, balkim qarshi tarafga texmi yiqilishish orzusi bo'lishi mumkin. Albatta bu xil yiqilishish odatdagi ma'nodagi yiqilish bo'lmasdan balki jinsiy istakni ifodalash shaklidagi yiqilishish. Hamda bir uyi bor odam bo'lish sifati bilan agar boshqa yot jinslar bilan bo'lgan munosabatni yana bir taraqqiy qildirish o'yi bo'lsa, bu allaqachon bir xatarlik signal bo'lib qoladi. Agar uni kontrol qilmaganda xohlagancha harakatga aylansa, oqibati ofat xarakterlik, to'ldirib og'ila bo'lmaydigan oqibatda bo'lib qoladi. Shunlashqa bu xiyol paydo bo'lgan amon erlar ko'ngilda kuchli ovoz bilan o'zini askartib, qalaymiqan xiyollarda bo'lmasligi, qaramliq bilan ish qilmasligi lozim. Bo'lmasa hozirgi jamiyatning o'zida ba'zi ishlarniki oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Birinchi qadamning roli yo'shirin ongni qo'zg'atib, uyg'onish eng orqali tug'ma qobiliyatni hayajonlanish va kuchli psixikalik inkasni besishdan iborat. Ba'zi erlar chiroyli yot jinslar oldida haddidan ziyoda o'zini ifodalashni yaxshi ko'radi. Bu ularniki yot jinslarni jalb qilishdagi bir xil olaydi vositasi. O'zi yaxshi ko'radigan yoki burunlik ko'ngli bukkan yot jinslarga yo'liqqanda erlarning qizg'inligi birdila o'rlab, kayfiyatida nihoyat zo'r o'zgarish bo'ladi. Bu normal ahvol. Ammo aqlliq erlar o'zininki bu xil kayfiyat o'zgarishini his qilganda o'zini tutib olishga diqqat qiladi. Chunki ziyoda jushqun qizg'inlik o'zini yo'qotib qo'ydi. Rasvo bo'lish yoki masala chiqish ehtimolligini oshirib yetadi. Bu vaqtda erlar cho'qim kontrol qilish kerak. O'zini nima uchun bundaq o'zgarishdan bo'lganligini, qandaq omil o'zini buncha hayajonlantirganligini, bundaq hayajonlanish va yoki qizg'inlik bilan qandaq maqsadga yetmoqchi bo'lganlik ustida obdan o'ylanib, amal bor o'zini bu bir qancha masala ustida o'ylanishga majburlash lozim. Hamda fikr yurgizish jarayonida hayajonlanish kayfiyatini tizginlaydi. Arzu havasninki darajasini to'valaydi. Hamda ikkinchi qadamda ayollarninki psixikalik farqini o'ylash lozim. Birinchi qadamda o'zini askartishni tamomlab bo'lgandan keyin erlar dal vaqtida ikkinchi qadamdagi tadbirni qo'llanish lozim. Odatga chiqib aytganda faqat yot jinslarga yana yiqilish o'yi bo'lsa-la nihoyat xatarlik bo'ladi. Bu vaqt erlar balkim yuz obro'y, muhit qatorliq omillarga putlik ashon bo'lib, darhol harakatga kelanmasligi mumkin. Lekin bu hargiz uning yanami harakat qo'llangusi yo'q deganlikdan emas. Bu bosqichda erlar ayollarninki jinsiy psixik farqini o'ylash lozim. O'zining qarshi tarafga jinsiy talpi bo'lganidek, qarshi tarafning shunday talpi bormi yo'qmi?
o'zi qarshi tarafga erishishni orzu qilsa, qarshi tarafmi o'ziga erishishni xohlamdi. Agar o'zininki qilmishida savallik bo'lsa, qanday oqibat paydo qiladi? Buningdan keyin chiqqan bir qator masalalarga voqeaga o'zi taqobil tura olamdi. O'zininki to'y turmush munosabati, ar-xotinlik munosabatiga ta'sir ko'rsata o'zini kontrol qila oladigan va ta'sir ko'rsatadigan bir qator masalalarga duch kelamdi. Bunday ishlarga davomli taqobil tura olamdi. Bu masalani o'ylashgandan keyin davomli qizg'inlik qilish kerakmi yoki o'zininki havisini kontrol qilish lozimmi? O'ziga chekinish yo'li qoldirib, o'zini hayajonlantirish ichida ahmoqona ish qilmaslik kerakmi? Balki erlar cho'qim aqlini tanlash qilishi mumkin. Bu bir xil yuqori hissiyot bilinmasininki ro'yi altini tangshash usuli bo'lib, erlarninki hayajonlanish harakati yo'lga qo'yilishdan burun o'y xiyollar bilan harakatini kontrol qiladi. Arzu havasninki kuchliligini yanada to'valtadi. Hamda 3-qadam ikki tarafniki amaliy psixologik bardoshlik berish iqtidori ustida o'yinish. Erlar alayda diqqat qilishi lozimki, ikki jins o'rtasidagi ba'zi qizg'in ifodalashlar, hatto shakllangan ma'lum bir xil o'rtoqlik hargizmi o'zi tasavvur qilgan shu xil fiziologik jihatdagi o'zaro jalb qilish kuchi bo'lishini tayin. Shundan bilan bir vaqt yana erlarmi shuni aniq bilib bilishi lozimki, ayollar tafakkur suvolninki markaziy nuqtasi to'y turmushi bo'lib, ular erlar bilan aloqa qilganda ko'pincha to'y turmushini asos qilgan bo'ladi. Faqat qo'sh jinslik o'yinni o'ynab qo'ygan emas. Siz uningga to'y turmushni ato qilmoqchi. Agar xohlamasangiz, hayajonlanmang. G'oyat zo'r xatarga tavakkul qilish orqali balkim qisqa muddatli xushallikqa erishgan bo'lishi mumkin. Lekin bu bir mezgillik xushallik o'ziga, ya'ni to'y turmushiga ofat olib keladi. Bundaq fiziologik xushallik uchun shuncha cho'ng badal to'lashga arzimdi. Bu qadamdagi o'yilnish quruq tafakkur deb atildi. Uning ahamiyati ikki jinsninki o'xshash bo'lmagan ehtiyojini farqlantirish, ayirish, chilliq va saxt ko'rinishni aniq to'nishda. Agar bu 3 bosqichni uzluksiz davomlashtirg'ili bo'lsa, ko'p sondagi erlarninki jinsiy istiga unumli holda tizginlandi. Shundaqla birinchi qatimliq taloq qarab qilish harakatininki yuz berishini asosiy jihatdan to'sib qola oladi. Faqat birinchi qatimliqni unumli to'siy olsalar, erlarga ishongandan keyin taloqqa qarash masalasi ko'rilmaydi. To'y turmushdan sirt beqinish ahvoli texim ko'rilmaydi. Taloqqa qarab qolganlar uchun aytganda to'y turmushdan sirt jinsiy yaqinchilikdan qutulish intayin avarchilik ish bo'lib, uning qoida so'zlashning faqatla hojati yo'q. Yo'ldan chiqqan kishilar davlini tushunmaydi emas, faqat to'y turmushdan sirt muhabbatlashgan obyektlardan ayrilanmaydi. Bunga nisbatan jinsiy beqinish bo'ldi xolos. Hamda beqinish bo'lgan ekan, biz oldi bilan beqinishniki qanday shakllanganligini tushunib yiqishimiz lozim. Ondan beqinishdan qutulishimiz lozim. Beqinish kesili odatda odamning ma'lum shay'i yoki harakatga nisbatan majburlash xarakterlik intilishini ko'rsatadi. Bundaq ishni qilmasa yoki bu xil harakatni yo'lga qo'ymasa, odam o'ltiramay qoladi, ruhsizlanib ketadi. Masalan, spirit, tamaki chekish, zahar, dora, qimar, mol setib olish, yonfun, tor, turli tuman o'yinlar, hissiyot, jinsiy beqinish, undan boshqa eng xatarlik bo'lgani erlarga nisbatan shu anonizmga xumov qilish qatorliqlar. Hamda tomtaq qilib etgan vaqtimizda ma'lum shay yoki harakatga xumor bo'lib qolsalar, beqinish kesili deb atashga tamoman bo'ladi. Beqinish kesilining hammasi dastlabki qadamda sinab beqishdan boshlangan. Hamda dastlabki qadamni sinab baqqandan keyin agar jazolanmasa yoki to'silmasa, odam davomli uchrashib yoki sinab ko'p qitim sinab baqqandan keyin ko'ngil o'lish paydo bo'ladi, oxirida odatga aylandi. Odam odatlangan harakatga nisbatan nihoyat chidamchanlik hosil qiladi. Tabiiy bu xil harakatning yuz berish chastotasini borgan sari oshirishga tayyorlik qiladi. Shundaqla harakat darajasini borgan sari cho'nqurlashtiradi. Vaqt uzurgan sari fiziologiya va psixik jihatda bu xil harakatga beqinish paydo bo'ladi. Hamda bu xil beqinish badanga beqinish deb atildi. Beqinish kesili shuning bilan shakllandi. Men to'y psixologiyasini tadqiq qilayotgani 20 necha yil bo'ldi. Erlarninki bir qitim taloq qarab qolgandan keyin bu ishdan qo'l o'zganligini asosan anglab baxmadim. Asosiy jihatdan butunlay degudek qayta taloq qaragan. Odatdagi ahvolda eri tunji qitim taloq qarab qolsa, ayoli eriga yana bir qitim qaytadan odam bo'lish fursatini berdi, ammo natijada eri qayta tarbiya basimi o'zgarmay yana taloq qaraydi. Erlar nima uchun qayta taloq qaraydi? Amaliyotda ular allaqachon to'y turmushidan sirtqi jinsiy aloqaga beqinish istigini ifodalab bo'lgan.
erlarda mayli nima sababdan bo'lsin birinchi qitimliq to'y turmushidan sirt jinsiy aloqa sinig'i bo'ladi. Agar bayqalmagan, vaqtida to'silmagan bo'lsa, undaqda keyingi qadamda cho'qim ikkinchi, uchinchi qitimliq to'y sirtidagi jinsiy aloqa paydo bo'ladi. Eng oxirida odat bo'lib qoladi. Keyingi qadamda ular to'y turmushidan sirtqi jinsiy obyektlarningki soni va jinsiy muhabbat shakli va yoki uchrashish qitim soni jihatdagi talablarninki uzluksiz yuqori ko'tarilishiga ergishib, bu xil qilmishlardan numus qilmay, ideyaviy ong jihatda chidamchanlikni shakllantirdi. Bu odatga aylanib qoladi. Bundaq ishni hech qancha ish deb qaramaydi. Hatto uni nayta normal, odatdagi bir ish deb qaraydi. Undan keyin bu xil chidamchanlik taraqqiy qilib bir mazgil oshni izlamasi asosiy joyda olmaydigan to'y cho'qim to'y turmushdan sirt jinsiy aloqa orqali ondan yeniklatgili bo'lgan bo'lib qoladi-da, to'y turmushdan sirtqi jinsiy aloqaga beqinishmi eng oxirida yuqori pallaga yetadi. Shuning bilan to'y turmushi bo'lgan siri unga tetmaydigan bo'lib qoladi. Hamda to'y turmushdan sirtqi jinsiy aloqaga beqinishning shakllanish jarayonini bilgandan keyin biz amal qilib hal qilishimiz lozim. Hal qilish usulini bizar qildirib davolash usul deb ataldi. Ya'ni yo'ldan chiqib ketgan erlarninki to'y turmushidan sirtqi jinsiy munosabatga beqinish obyektiga bo'lgan qiziqish darajasini buzish, aroq tashlash, zahar tashlash qatorliq usullarning hammasi mushkil usulni qo'llandi. Masalan, aroqqa ochiq dori qo'yib, aroqqa xumor bo'g'uvchilarga ish ko'rsa, aroqqa bo'lgan xumorligi bo'lgan siri pastga tushadi. Ya'ni mana bu shundoq ochiq dori qo'ygan vaqtda aroqninki qirtiq ta'min his qilib, vaqtning uzurishiga ergishib, aroqdan bizar bo'lib oxirida qiziqishni yo'qotganga o'xshash. To'y turmushidan sirtqi jinsiy aloqaga beqinishdan qutulishninki usuli to'y turmushidan sirtqi beqinish obyektininki kishilik qadr-qimmatini salbiy obyektiv jihatdan bayon qilishdan iborat. Umuman qilib aytganda, to'y turmushdan sirtqi beqinish obyektlarininki yeshi, taq-turqi qatorliq ayrim sharoitlari ayoldan afzal bo'lgandan boshqa taraflari ko'pincha xotindan qilishmaydi. Ba'zilarininki yeshi, taq turqimi ayoldan yaxshi bo'lishini tayin. Tigit taktidin qilib aytganda, erlar faqat yengcha g'idiqlashni ko'zlaydi. To'y sirtidagi beqinish obyektiga obyektiv salbiy jihatdan baho berishda uning ojizligini tutib olib, obyektiv tasvirlash lozim. Talog'iga qarab qolgan erninki to'ydan sirtqi beqinish obyektininki kamchiligiga bo'lgan to'nishni cho'nqurlashtirish lozim. Lekin bu xizmatni ayoli qilsa olmaydi. Eng yaxshisi yat odam tepib qilsin. Masalan, nopuzluq to'y turmushi psixologiya. Chunki erninki ayoliga nisbatan zid bo'lgan kayfiyat bo'ldi. Lekin nopuzluq mutaxassislarningki kasbiy usuli bo'ldi. Ya'ni kelib nuqta rol jihatdan ortiqchiligi bo'ldi. Aşk mashqlarningki kishilik xarakter kamtikligidan bizar qilib davolash usuli bir qadar unumli usul. Agar yana boshqa jihatdagi tasalli berish va qoyil qilish xizmatiga moslashsa, talog'iga qarab qolganlarningki oilaga qaytish nisbati zo'r darajada yuqori ko'tarildi. Albatta, erlarningki buzilishini to'sishda ishni o'zininki sog'lom kishilik qadr-qimmatini, sog'lom psixikasini yetildirishdan boshlash lozim. Oldi bilan ayollarni to'g'ri to'nib, ikki xil jinsiy munosabatni ilmiy to'nish lozim. Shunday qilganda ham o'zini hurmatligili hamda ayollarni hurmatligili bo'ladi. Hamda jinsiy munosabat sababidan kelib chiqqan har xil nachar qilmishlarni tugatkili bo'ladi. Endi ayollar taloq qarab qelish qizadi qanday qaraydi qanda? Ayollarniki taloq qarab kelishiga bo'lgan qarshi erlar bilan o'xshamaydi. Ayollar taloq qarab kelishni intayin chatga qoqadi. Taloq qarab kelish qilmishdan qattiq nafratlandi. Ular hatto yaxshilarni taloqqa qaramaydi. Taloq qarganlarning hammasi yaxshilar emas deb qaraydi. Ayollar taloq qarashni butkul ayollar to'pining tishiga tegadigan yoki uning ziyon yetkazadigan ish deb qaraydi. Taloq qarashtilik ilinsizlar oldi bilan ayollarningki erlar tarafidan ziyonkashlik uchrashi, osiylik, tashlab etilishi qatorlarni o'ylaydi. Bu ayollarningki taloqqa qarashga bo'lgan tunji inkasi. Ondaqda ayollar nima uchun taloq qarab qilishdan shuncha bezor bo'ladi? Chunki ayollarningki jinsiy psixik jihatda o'zini qo'g'dash iqtidori bor. Misol uchun aytsak, agar ko'pchilik oldida bir yalang'och bo'lsa, ayol uni ko'rsa o'zini intayin o'sal his qiladi. Yuzini to'sib olib o'tib ketadi. Hargiz to'xtab tomosha qilmaydi. Nima uchun? Chunki ko'pchilik oldida yalang'och erlar ayollarga nisbatan aytganda bir xil hurmatsizlik bo'lib, ayollar ziyonkashlikka uchragandek, xo'rliq uchragandek his qiladi. Agar yalang'och bir ayol u yerda tursa, ayol uni ko'z tabiiy oldiga berib qo'g'damoqchi bo'ladi. Bu ayollarningki o'xshash jinslarni qo'g'dash, his tashliq qilish psixikasi bilan munosabatli.
shundaqla o'zininki ayollik g'ururini qo'g'diganlik. Bu ayollarninki tug'ma qobiliyati. Lekin aksicha bo'lsa ahvol o'xshamaydi. Agar bir er ko'pchilik oldida yana bir erni yalang'och ko'rib qolsa, er o'zini o'ylayolmaydi. Ham o'zi ko'rmaslik qilgandek his qilmaydi. Eng ko'p bo'lganda ketibli qoladi. Hatto ba'zi erlar ko'ngilda ayolniki bu yalang'och erni ko'rayotganligini yoki ko'rmaydiganligini ko'zitib, undan g'idiqlanish tuyg'usi izlaydi. Agar erlar bir yalang'och ayolni ko'rsa, undaqda ular bu kamdan kam uchraydigan bir huzurlanish fursat ekan deb qarab, bu fursat nargiz qo'ldan bermaydi. Ko'p sondikilari uzoq vaqt to'xtab qarab turdi. Amaliyotda yalang'och badan bilan talog'iga qarab kelishniki xarakter jihati o'xshashligi va hammasi shaxs va boshqalarniki shaxsiyatiga chetildi. Bu xil jinsiy mag'fiyatlikka duch kelganda ayollar chatga qoqadi. O'zini qo'g'dash va o'xshash jinslarni qo'g'dash xiyoli bo'ladi. Erlar bo'lsa huzurlandi, hatto o'zini xo'shal qiladi. Ayollar bir erninki taloq qarab qilish qilmishi bog'lig'ini anglaganda yoki anglab qolganda, mayli u er kim bo'lishidan qat'iy nazar, uningga dimig'ida kulib qo'yib, uni mas'uliyatsizlik qildi, ayoliga osiylik qildi, to'y turmushiga va oilasiga osiylik qildi deb qaraydi. Lekin taloq qarab qolgani bir ayol deb anglasak, ular oldi bilan bunday qilmishni tushunmaydiganligini bildirdi. Uning nima uchun taloqqa qarab qolganligini surishtirdi. Hatto o'z beshimchilik bilan yakun chiqardi. Cho'qim eri unga yaxshi muomala qilmaydi, bo'lmasa u taloqqa qarab qolmaydi. Ayollar bu xil faraz asosida taloqqa qaragan bu ayolga esdashlik qiladi. Men har xil taloqqa qarab qolgan misollarni ko'rgan. Buning ichida erlarmi, ayollarmi bor. Bir qiz do'st bo'lib, u qizning aslida nayt yaxshi bir oilasi bor edi. Yerimi nayt munavvar. Ko'zga ko'ringan tashqi kasalliklar doktor edi. Uning xizmati nayt yaxshi, bolasi nayt yaxshi edi. O izchil o'zini baxtli yashayapman deb qaraydi. Uning to'yinimi buzilishiga uchraydiganligini uxlab tushdim o'ylab baxmagan edi. Yerininki ashnisi borligini bilgandan keyin u xuddi 50-qavatda yerga do'milab tushib ketgandeklar. Yerim yilda 30 necha jin urxlab ketdi. U meni izlab kelib massas so'radi. Mening oldimda o'lidigandek yig'lab ketdi. Qarasam u haqiqatan bak azoblanibdi. Uningga bak ichim og'rib tasalli berdim. O mayli qandoqli bo'lsin o'zininki bugünkidek kunga tushib qolganligini o'ylab baxmaganligini aytdi. U har qancha o'ylabmi tushunamabdi. U nayti fazilatli bo'lib, oila, bola, ikki tarafdagi yashanganlar va erining holidan nayti yaxshi xabar oladi. Ikki odam, ikki tarafniki oilasi o'rtasida azroqmi arazlik yo'q edi. Lekin nima uchun erininki niyati o'zgaraydi? Nima uchun shuncha yaxshi oilasi, shuncha yaxshi bolasi, shuncha yaxshi turmushini qo'yib talog'i chiqib boshqa ayollarni izlaydi? Har qancha o'ylabmi tegiga yetamabdi. Bakla azoblanibdi. O mundaq dedi. Agar uning o'rnida bo'lsa, uni urib o'ltiraversami hargiz talog'i chiqib oshna izlamaydi. Hozir eri unga osiylik qilgan taqdirda u xohlagancha to'y turmushdan yuz o'rmaydi va to'y turmushdan voz kechmaydi. Lekin 5 yildan keyin u texi ajrashmagan chaqda u taloq qarab qoldi. Ayni chaqda eri bilan izchil ayrilib turayotgan bo'lib, ikkilisi garchi bir uyda yashagan bo'lsa-mu, bir-birining ishlariga asosan aralashmaydi. Mushundaq ahvolda u maoshini tutdi. Eshakdan qas qulug'ini kes degandek, yerga ko'z tush uchun bo'lsa-mu, bir amallar bilan ashni tutdi. Tegi taktidan ag'anda. Uningdan ag'ransa bo'lmaydi. Nemili degan bilan eri avval xatolashgan. Ammo bu to'y turmushi munosabati 2 yil davomlashmayla u ashnisi bilan ayrılib ketdi. Keyin u yana meni izlab kelib, hozir xuddi tirik murdadek bo'lib qoldi. Ro'yim alliburun o'lib ketdi. Yana texi hozirgi o'zimdan qattiq nafratlandim. O'zimni allaqachon yaxshi ayol emasdek his qilaman dedi. Meningcha, uning ro'yi intayin tushkun aytdi. Ro'shanki bu xomushlik kasalliklarining bir alomatlari. Uningdagi o'zgarishlardan shuni ko'rilishga bo'ladiki, u boshda taloq qarab kelishni qattiq chat qoqqan. Erininki ashini tutqanligidan ichidan nafratlangan, keyin ikkalaniki to'y turmushi saqlanib qolgan bo'lsa-mu, lekin er-xotinlik munosabati yaxshilanmagan. U qattiq azoblangandan keyin taloqqa qarab qolgan. Mening o'lcharimcha, buning ichida erdan o'shilish niyatimi bo'lishi mumkin. Lekin natijasi qanday bo'ldi? Taloqqa qarab kelish uningga baxt tuyg'usi etganmidi? Ham uningga unumli yordam qilanmidi? Uning holati kundan kunga nacharlashib ketdi. Bu misol ashni tutganninki ayol uchun baribir ziyonkashlik ekanligini, ayolninki ashni tutganni inkor qilish pozitsiyasininki asosi borligini tushuntirib berdi. Hozir qadar men bir ayolninki ashnisi bor turmushini yaxshi ko'raman deganligini faqat anglab baxmadim.
ayollar to'y turmushini hayotidek ko'rdi. Hayotidami aziz, muhim biladi. Tirishib to'y turmushini, oilasini qo'g'daydi. Faqat ikki xil ahvol bo'lmasa ayollar oshni tutishni qabul qiladi. Birinchi xil ahvol shuki, garchi u to'y turmushda voz kechishni xohlamasmi, lekin eri o'zi bilan kari bo'lmay, to'y turmushni ko'zga ilmay, bundaq ahvolda ayollar balkim to'y turmushdan sirt muhabbatlashib, to'y turmushdan sirt muhabbatlash orqali o'z to'y turmushdan erishamagan muhabbatning kamligini to'liqlashi mumkin. Buning mushundaq bo'lish mumkinchiligi bor. Ikki xil ahvol. Ikkinchi xil ahvol. Ayollar bir xil kuchli tashqi kuch tarafidan majburlandi. Masalan, ba'zi ayollar xizmat o'rnida turib manfaat maydoniga tahdidiga uchrab, bosh egishga majbur bo'lib qoldi. Lekin bu ayollarningki oshni tutishni o'z roziligi bilan qabul qilganligi emas, balki amalsizlikdan shunday bo'lib qolgan. Ayollarning to'y turmushi sirtidagi muhabbatdan qo'rqishi, ansirishi, nafratlanishi haqiqatan ularningki to'y turmushida eng ansiraydigan bir masalasi edi. Ularningki ichidagi nurg'un kishilar har kuni nayta jiddiy kayfiyatda yashab, izchil turda dakudukida andish ichida kun o'tkazib ularning bu xil pozitsiyasi asos jihatdan ayollar to'bininki oshni tutishga bo'lgan pozitsiyasiga vakillik qiladi. Erlarninki yo'ldan chiqish qonuniyati zodi qanday shaklda ifodalandi? Hozirgi jamiyatda taloq qarab qilish nisbatinki yuqoriligi degan so'zni azaldan anglab baxmagan deyamaymiz. Turli taratqular bu to'g'risida har xil paranglar xeli ko'p. Hamda to'y qilgan oldingi bir qancha yilda ayol ishkalan xeli yaxshi o'tgan bo'lishi mumkin, lekin kunlar o'tib bo'libmi, sharoit sal yaxshilangan vaqtda to'y turmushidagi har xil masala gavdlik bo'ladi. Eng cho'ng, eng gavdlik bo'lgani taloqqa qarab qilish asosan oldin og'ilib bo'lmaydi. Shunlashqa men ko'pchilikka taloqqa qarab qilishni bayqash mahoratini o'rgatib, taloq qarab qilishniki ba'zi qonuniyatlarni tushuntirib qo'yishni to'liq zarur deb qarayman. Bu to'y turmushni yaxshi boshqarish, oilani yaxshi qurish uchun nihoyatda zarur. Oldi bilan erlarningki taloq qarab qilish qonuniyati ustida to'xtalaylik. Erlarningki taloq qarab qilishi odatda tashabbuskorlik bilan taloq qargan bo'ladi. Yana hech qanday bisharti bo'lmagan, hech qanday ro'shan sababimi bo'lmagan ahvolda taloqqa qargan bo'ladi. Erlar taloq qarab qolgandan keyingi tunji bo'lib qilgan ish yon telefonni burunqida qalaymaqan qo'yib atmaydigan bo'ladi. Telefon qabul qilish yoki undidor qabul qilishmi uncha xalqancha emas. Uning yon telefoniga alayda ko'ngil bo'ladi va uni qo'g'daydi. Boshqalarniki uning yon telefonidagi maxfiyatlikni ko'rib qilishdan qo'rqidi. Bu nihoyat ro'shan bir nuqta. Ikkinchi ro'shan o'zgarish shuki, u doim sababsizlar tit bo'lib ochiqlandi. Masalan, ma'lum bir kuni u sirtga chiqib ashnisi bilan uchrashmoqchi bo'ldi, lekin bu chaqda xotini bir ishga yordam qilishni essa yoki keyinroq menishni essa, u xuddi put ko'ygan to'g'idek ochiqlashga boshlaydi. Ba'zida hatto qattiq g'azablanib, ayolni bir ishga urib qo'yishi mumkin. Hamda bunga o'xshash ahvollar erlar taloq qarab qolgandan keyin doim ifodalanib turdi. Ya'ni erlarningki mushu taloqqa qarab qilishninki ro'shan ifodalari mushu nuqtalarda gavdlandi. Lekin ayoli sababini bilolmaydi qoldi. Voy ottam, bu nima bo'lganda, men nimani xato qilgandim? Bu odam to'satdimi shunday bo'lib qoldi, bu men nimani xato qilgan bo'ldim deb ayollar sababini bilolmay to'ng'irqab qoldi. Faqat nihoyat uvalchilik his qildi. Erining inkosi qarta g'alitlik his qildi. Hamda erlar taloq qarab qolgandan keyingi uchinchi ro'shana o'zgarish bo'lsa, ayol bilan yiqib o'tishni xohlamaslik. Xotinlarningki jinsiy turmush qaytim soni ko'rinarlik ozlash, erlar charchash, xizmat besimi yig'i, salomatligim nachar deb tushuncha berdi. Amaliyotda bularning hammasi sepi o'zidan yolg'on gap. Haqiqiy sabab shuki, u vaqti va zehnni sirtqa sarf qilib, uyga qaytgandan keyin bundoq arzu istakni asosan qo'ymaydi. Bu yerda ko'pchilikka erlarningki jinsiy iqtidor jihatdagi bilimlarni umumlashtirib beradi. Erlarningki xizmat besimi qancha cho'ng bo'lsa, badani shuncha charchab, jinsiy turmush orqali ochig'ini chiqaradi. Charchab ketish, xizmat besimi ig'ir bo'lish, badanni charchash tufaylidan ayol bilan er-xotinlik munosabatini xohlamaslik, bular asos jihatdan odam aldaydigan bir gaplar. Buning orqasida cho'qim bir sabab bor. Shunlashqa erlarningki taloq qarab qilish qonuniyatini aniq tushunish masalasini baldir payqisa, baldir tadbir qo'llanishga foydali. Xam gurish pishqandan keyin ondan amal qilib hal qilsak, hammish kechikadi. Erlar taloq qilgandan keyin ayollarga taqobil turishninki yana nurg'un usullari bor. Birinchi bo'lib taqobil turish usuli shuki, o'lsimi e'tirof qilmaslik. Taloq qarab qolgan erlar bu ishni urib o'ltirib e'tirof qilmaydi.
xotini har qancha qistab so'rasimi, xotini to'liq dalil isbot ko'rsatmaguncha u sen toz deguncha men toz deb olay degandek xotinini sezgur, gumonxo'r, intayin yo'lsiz deb e'tirof qilib unmaydi. Agar ayoli faqat o'zining hissiyotiga tayanib uni taloq qildi deb qarsa, undaqda uni e'tirof qilish albatta nihoyat tas. Chunki birinchidan u yengilligiga tanbamaydi, xatoligini ham tunimaydi. Ikkinchidan u to'y turmushidan sirt muhabbatdan voz kechishni xohlamaydi. Oilasidan voz kechishni texmi xohlamaydi. Shuning uchun cho'qim e'tirof qilmaydi. Bu yo'ldan chiqqan erlarning tunji taqobil turish usuli hamda ikkinchi taqobil turish usuli bo'lsa toshni silab daryodan o'tish. Erlar oldi bilan ayolningki qanchalik biladiganligini, qanchalik bilsa, shunchaligini e'tirof qiladi. Misol olsak, tunugun tushdan burun erninki mehmonsaroyga berib oshnasi bilan uchrashish ishini ayoli bilib kelib, ayoli eridan tunugun nima qilib adingiz? Men ishnim qilmadim, normal ishlayaptim. Ayoli yana mi qistab, tushdan burun soat 10 da nima ish qildingiz? Voy, hech qilmadim. Eri yana e'tirof qilmaydi. Chunki bu chaqda ayolning uning yotoq ochadigan ishini bilib qolganligini bilmaydi. Shunga yana hech qilmagan qiyofat kirib oldi. Ayoli davomli so'radi. Tunugun tushdan burun soat 10 da siz ma'lum mehmonsaroyga nima qilib bordingiz? Ayolning tunugun uning yurish turishini bilganligini anglab, azroq jiddiylashgan bo'lsa-mu, lekin darhol bahona sabab tepib, aplab-saplab o'tkazib yetdi. U mundaq deydi. Unutib qaptim, apsi. Chiqib ma'lum mehmonxonaga bordim. U idora meni ziyorat kelgan mehmonlarga yordamlashib, yotoq ichib, 2 rumka sharab ichib berishimni aytgan edi. Siz buni qanday bildingiz, apsi? Xotini yana davomli undan so'raydi. Siz ma'lum binoning ma'lum bir uyga kirgandan keyin dilla bir ayol kirib ketdi. Sizlar ichida uzoq turib yotoqni tushdi qaytirdinglar. Bu zodi qanday ish? Kishi shu an deydi. Shundaq bu mehmon keldi, biz uyda birdan paranglashdik. Keyin men ketdim, biz hech qilmadik apsi. Buni nima bo'ladi? Ishqilib ayol uyga kirib uni naq maydonda qilgan ishini tutib olmagandan keyin u taloqqa qarab qolmaganligini e'tirof qilmadi. Lekin xotini bilan taloq qarab qolgan erninki dialogida biz mundaq bir qonuniyatni ko'rib olamiz. Ya'ni taloq qarab qolgan erlar xotini biladigan ahvolniki oz ko'plikka qarab ma'lum qiladi. Xotini qanchalik bilsa, shunchalik aytadi. Haqiqiy dalil isbot bo'lmasa, u faqatla e'tirof qilmaydi. Hamda uchinchisi xotiniga taqobil turish usuli. Cho'ng ishni kichikiltib kechirim so'rashga va'da berish. Ayolni butunlay o'ziniki taloq qarab qolganlik paketni egallagan ahvol ostida erlar e'tirof qilmay turolmaydi. Shundaqla jinoyatni iqror qilmay turolmaydi. Bu chaqda erlarningki usuli odatda xatoligini e'tirof qilish, cho'ng ishni kichikiltish, kichik ishni yo'q qilish, taloq qarab qilishni ahmoqlik qilib o'tkazgan xatolikni chiqarib ayolniki kechirishini, u cho'qim u ayoldan ayrilganligini aytadi. Ya'ni ba'zi taloq qarab qolgan erlar to'ynomi yozadi yoki barliq oila mol mulkidan voz kechadigan tilxat qatorlarni yezib, o'zininki burunqi xatolarini tuzitib, qayta boshdan odam bo'lganligini ifodalaydi. Amaliyotda bularning hammasi yo'ldan chiqqan erlarningki aldamchilik usuli. U mayli nimali yozsin, nimali desin, xotinni ahmoq qiladi. Men to'y turmushda masala so'rash xizmati bilan shug'ullanganlar 20 necha yil bo'lib qoldi. Men hozirgacha tunji qitim yo'ldan chiqqan ayolni bayqab kelib, xatoligini qattiq tuzaydigan erni faqatli ko'rib baxmadim. Masjidi mana bu shundaq mutlaq. Nemishqa bu shundaq bo'ldi. Chunki erlarning hammasida talay sinash psixikasi bor. Bu qitim ayol tarafidan tutib kelindi, xotini uni nemish qildisi mayli, nima yozdisi mayli, faqat uni bu qitim qo'yib pasla u hamma ishni boshqarib chiqaradi. Amaliyotda bu bizningki aeroplanda o'tirish psixikamiz bilan o'xshash. Aeroplanga o'tirish intayin xatarlik. Masala ko'rilsa, aeroplan vayron bo'lib parçalanıp adam öldü. Lekin nima uchun shuncha ko'p odam aeroplanda o'ltirdi? Chunki ko'pchilik o'z o'ltirgan navbatchi aeroplandan chataq chiqmaydi deb qaraydi. Erlar taloq qarab qolganda bu mushundaq psixikada bo'ladi. U bu ishni qilganda ayolni cho'qim bilmaydi deb qaraydi. Bo'lmasa, u hargiz bunday qilmaydi. Mana bu taloq qarab qolgandiki, nisbatan talaysnash psixikasi bo'lib, bir qitim bayqalgan bo'lsa-mu, masalan, yuqorida aytilganda xotini uni tutib olsa, uni aeroplanda vayron bo'lish, odam o'lish ahvoli bo'lmaydi. Ko'p bo'lganda qayda xilof holda numr tortish jazosi berildi.
ko'z bo'yab o'tib ketgandan keyin o'tkalda o'tib olgandan keyin u yana davomli yo'ldan chiqishga boshlaydi. Tegib taktidan qilib aytganda u tegishlik jazoga tortilmaganligi uchun uning nisbatan hech qanday ziyon bo'lmaydi. Xo'sh, endi biz ayollarningki taloq qarab qilish qonuniyat ustida to'xtalamiz. Ehtimol er qarindoshlar bu temani bakrak yoqtirishi mumkin. Er ayollarningki taloq qarab qilishida o'rtaq bir alaydilik bor. O'xshamagan qonuniyatlarmi bor. O'xshash joylarningki hammasi qarshi tarafningki bilib qilishini xohlamaydi. Har qanday taloq qarab qolganlar tashabbuskorlik bilan o'zininki talog'i qarab qolganligini aytmaydi. Ajrashmoqchi bo'lgan taqdirda mu tashabbuskorlik bilan qarshi tarafga taloq qarab qolganligini aytmaydi. Odatda boshqa sabablarni izlaydi. Ayollarningki taloq qarab qilishi bilan erlarningki taloq qarab qilishi masalasida o'xshash joylarni aytib ko'p. Masalan, yon telefonning masalasi. O'lsa e'tirof qilmaslik pozitsiyasi. Yo'ldan chiqib ketgandan keyin jo'risi bilan har xudlik munosabat qilishni xohlamaslik qatorliqlar. Lekin yana ba'zi o'xshamagan taraflar bor. Birinchisi bo'lsa, ayollar erlarga o'xshash hadislar chiqlanmaydi. Garchi darhol chiqib ketib, oshnasi bilan ko'rishkisi bo'lsa-mu, lekin uyda ish bo'lsa bo'libmi, bolalar esib ketishga yo'l qo'ymasa, ayollarning ochiqlab ketadigan ish olmaydi. Ular oshnasi bilan ko'rishmaydi-ki, oilasidagi muhim ishlarni hargizmi tashlab qo'ymaydi. Bo'libmi, bolaning ishi, to'y turmushi bilan to'y sirtidagi muhabbat o'rtasida ziddiyat paydo bo'lganda, ayollar to'y sirtidagi muhabbatni tashlab qo'yib, avval to'y turmushi, oila duch kelgan masalalarga yuzlandi va shu masalalarni hal qilishga chora-tadbirlarni izlaydi. Bu ayollarningki taloq qarab qolgandan keyin ifodalangan ro'shan farqi. Hamda ikkinchisi bo'lsa, bayqilib qolgandan keyin eri o'zini kechirib etsalar, ayollar haqiqiy turda oshni tutishda voz kechadi. Ayollarga nisbatan aytganda, to'y turmushini saqlab qolish eng muhim. Ammo to'y turmushdan sirt muhabbatlashish birinchi darajalik cho'ng ish emas. Ayollar eng ko'p o'ylashidigini kimningki uning nisbatan eng muhim ekanligi. Agar ayolda to'y turmushi deyxim muhim bo'lsa, undaqda u cho'qim to'y turmushdan sirt muhabbatlashishda voz kechib, ayolni tanlaydi. Hargizmi erlarga o'xshash to'y turmushdan sirt muhabbatlashishga bo'lgan pozitsiyasi boshdan oxir intayin sirliq, ko'rinishda bir xil, kayinda bir xil bo'lib ketmaydi. Ayollarningki to'y turmushdan sirt muhabbatlashishda asosligi 3 maqsad bor. Buni 3 xil maqsad deyishkim bo'ladi. Birinchisi bo'lsa, hissiyot jihatdan tasalli berishga muhtoj. Bu ko'p sondagi ayollarningki to'y turmushdan sirtqi muhabbatni izlashdagi asosliq maqsad bo'lib, egallagan nisbati intayin cho'ng. Hamda ikkinchidan bo'lsa, moddiy jihatdan qo'g'lashadi. Agar to'y turmushdan sirtqi muhabbat obyekti ayollarga nurg'ulagan moddiy jihatdan g'amxo'rlik qilsa, ayollar bu xil g'amxo'rlikdan nihoyat huzur oladi. Bo'libmi, o'zining erininki iqtisodiy iqtidori bir qadar to'yon bo'lgan ayollar uchun aytganda, mana bu xil ahvollar bir qadar cho'ngroq bo'ladi. Hamda uchinchisi o'zininki jinsiy ehtiyojini qondirish. Hamda bu nihoyat muhim bo'lgan bir qism. Ayollar bu xil g'amxo'rlikdan bahramon bo'lishga muhtoj. Agar ular erininki jinsiy g'amxo'rlik erishamasa, undaqda u to'y turmushdan sirtqi ashtindachilikdan iborat bu xil usul orqali o'zininki ehtiyojini qondirdi. Agar bu 3 xil ehtiyojning hammasini to'y turmushdan sirtqi bo'lgan ashtindachilikdan erisha olsa, undaqda bu ayolninki aslidagi to'y turmushi intayin xatarlik olib qoldi. Amaliyotda faqat eri xotiniga yaxshiroq muomala qilsalar, hissiyot jihatda ko'proq kuch chiqarsa, ayoliga ko'proq g'amxo'rlik qilsa, ko'p qism ayollar to'y turmushiga osonlikcha asiylik qilmaydi va undan voz kechmaydi. Ayolninki nazarda eri pul topamiz hech qisi yo'q. Iqtidori ojiz bo'lib qasimish vaqasi yo'q. Nima degan bilan ayni vaqtda uning bilan to'y qilgan chaqdimi, uning qanchalik boy bo'lib, qanchalik amaldor bo'lishidan bak cho'ng umid kutib ketmagan. Lekin eri aqallisi ko'ngil bo'lish va kuyinishni o'ziga beg'ishlay olsa, to'y turmushiga beg'ishlay olsa, o'zining zehnini to'y turmushiga beg'ishlay olsa, hech bo'lmaganda oilasi va bolasiga mas'ul bo'lishi kerak. Agar pul tepish qurbi yetmasa, to'y turmushini, oilasini ko'ngil qo'yib boshqurmasa, hatto kun bo'yi shoxdan shoxga qo'nishni o'ylaydigan bunday erlar ayollar tarafidan asonlar qo'lning kaynida ishtirib etiladigan obyekt bo'lib qoldi. Bunday to'y turmushiningki ayolning qadrlashga arzigidek nimasi bor? Agarda eri har qaysi taraflarda yaxshi bo'lmay qolsa, ammo to'y turmushidan sirtidagi erlarningki hammaga qodir bo'lsa, u ayol taloq qarab qolma, yana to'y turmushda voz kechishi mumkin. Xo'sh, endi gapimizni qaytarib keldik. Ayollar sirt yurgan eliqi ashni o'ynaydigan erning haqiqiy iqtidorli odam bo'lishini tayin.
balkim ayollarni mushundaq tuyg'uga keltirib qo'yishi mumkin. Amaliyotda to'y turmushida o'zininki yo'ldoshi bilan farq olmasligi mumkin. Bu ehtimolga bak yaqin. Men bundaq to'y sirtidagi muhabbat misollarini ko'p ko'rgan. Intayin vakillik xarakteriga ega bir misolni olaylik. Bir qiz do'stininki yo'ldoshi nemish qilsa qamlashtirolmaydi. Aroq ichgandan keyin doim xotinni urdi topgan maoshini uning qalaymaqon turmush kechirishiga yetmaydi. O kun bo'yi to'rda yat jinsdagi to'rdoshlarni izlab, o'zining organ kadri ekanligini pash qilib, oilasi baxtsiz, ayol taloq qarab qolgan deydi ekan. Natijada haqiqatan bir ayol uning aldam xaltasiga tushibdi. Uning bilan ko'rishib, mo'ngdishadigan ayoldan bir nechasi bor. Uning ichidagi bir ayol to'rda zukam bo'lib qolibdi. Undidarda uni doktorxonaga berishga da'vat qilgan, yana unga hamroh bo'lib berishni aytgan. Bu xil kuyimchanlik, muloyimlik ayolni nihoyatda baxtli his qildiribdi. Ayoli uning yon telefondan bu uchurlarni ko'rib qattiq cho'chib ketibdi. Xotini to'y qilgan shuncha yildan buyon azaldan o'ziga bunday muomala qilib baxmaganligini, to'y qilishdan burun bir mazgil qizg'inlik bilan qo'llashgandan sirt, hozir bunday qizg'inlikniki yo'qligini, mana endi to'y qilishdan burunqi yiliqi nayrangi bilan boshqa ayolni izlab. U qanday odam? Ayoli bak aniq biladi. To'rda uningga ishindigan shuncha ko'p ayol borki. Ayoli xafa bo'lib, xo'p bo'ldi. Bu ayollarmi yaxshi narsa emas, deydi. Uning maydonda tursa, bundaq desak ortiq ketmaydi, lekin amaliyotda aldangan bu ayollarning hammasi to'y turmushida muhabbati kamchil ayollar. U dal ularningki ojizligini tutib olgan natijada chaboqning ikki qo'ldan chiqishi bilan uning g'arzi amalga oshdi. Uning ustiga yuzlagan sanoqlar ko'ngildagidek bo'lmadi. Bu xil ahvol hozir xeyli umumlashib qoldi. Amaliyat isbotladiki, ayollarningki taloq qarab qilishi asosan sevatda suv og'ili bo'lmagandaklar oxirida ziyonkashlikka uchraydigini yanada o'zi. Bu o'zini qachiqli bo'lmaydigan paket. Shundaqla to'y turmushdan sirt muhabbatlashishninki qonuniydi. Shunlashqa ayollar cho'qim o'zini qadrlashi. Hargizmi ashni tutmaslik lozim. Bo'lmasa o'z putiga o'zi pal. Bu da undaq bo'lsa, atiki mazmunlarda sirdoshlikcha xushvaqt bo'linglar. Xayr.